Men bir narsani so'ramoqchi edim. Umar domla. Hech kim u domla haqida gapirmagan va ma'lumot yo'q. Unga ishonsa bo'ladimi? U jin chiqaradi. Siz aytdingiz, insonga jin kirishi yo'q. Insonga jin kirishi yo'q degan gapni Hazrat aytganlar. Ulamolar o'rtasida ahli sunna kiradi, mu'tazilalar kirmaydi degan bahslar ham bor, qadimgi bahslar. Lekin aynan o'sha siz aytayotgan shaxs jin o'qishlikni qanaqadir bir tashkilot, qanaqadir bir kasb, mutaxassislik qilib aylantirib olgan. Bular hammasi shu borgan odamlarning pulini olish uchun maska. Bemorlik doktorga murojaat qilish kerak. Jinkashga emas. Jinni o'qish, jin kirib oldi, jinni chiqarish kerak degan gaplarni aksar jamiyatda, dunyoda siyosiylashtirganlar katolik cherkovi rohiblari. Katolik cherkovida jin chiqarish uchun alohida shunaqa tashkilotlar bo'lgan, jinkashlar. O'shani bahona qilib, yomon ko'rgan odamlarini ichida jini bor deb olib kelib urib o'ldirishgan. Qiynoqlarga solib. O'sha katolik cherkovi bu ishlar parokanda bo'lib ketgandan keyin asta-asta bu xalqning ichida mana shunaqangi jinkashlarni qo'lda qolib ketdi. Musulmon nomi bilan hadislarda kelgan bitta yarimta dam solish to'g'risidagi gap, Qur'oni Karimda Qur'onning shifoligi haqidagi gaplarni olishib, xalqni dardini suiiste'mol qilishyapti. Kasal bo'lgan odam jinkashga emas, doktorga borish kerak.